Mening ushbu murojaatim Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov va Sho'rchi tuman hokimi Xudoybergen Baxtiyorga bo'ladi. Sho'rchi tuman hokimi Xudoybergen Baxtiyor menga bir necha kun 10 kun 15 kundan buyog'i aynan Sho'rchi tumanlik fuqaro bozorga singilamiz. Uni asossiz ravishda obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari mansabdor shaxslar tomonidan ishdan bo'shatib yuborilganligi, uning bir qarindosh urug'lari hech kimi yo'qligi, ushbu kunda qiyin sharoitga ahvol tushgani bo'yicha menga efirlar bo'layapti. Shuning uchun shaxsan sizlarga Surxondaryo viloyat prokuroriga, Sho'rchi tuman prokuroriga ushbu holat bo'yicha men qonuniy yechimdan so'rab qolishlik uchun murojaat qilyapman. Bozorxon yaxshimisiz? Yaxshi zo'ra. Siz qayerda ishlardingiz? Obodonlashtirish 2015 yil noyabrda kirib edim. 2025 oktyabrda 7 oktyabr bo'shatgan nohaqlikda meni majlisga qatnashtirmay aldab, ana hasharga yubordi. Hasharga yubordi, aha. Keyin meni qo'limga ogohlantirish berdi. Keyin ana boyagi rastatnomani pochta orqali berdi. Men ko'rsog'at bo'lsam, o'qimagan bo'lsam, sizdan bilmagan bo'lsam, ota-onam yo'q bo'lsa, farzandim yo'q bo'lsa, hamma tomonga bordim. Kirmagan joyim, ko'rmagan go'rim qolmadi. Ming bor qo'lingdan kelgan qilaver dedi. Hech narsa qilolmaysan dedi. Kim aytyapti bu gapni? Obodonlashtirish boshlig'ining ismi kim edi? Kim o'sha aytgan ismi, fuqaro mansabdorning ismi kim edi? Obodonlashtirish boshlig'ining ismi kim edi deyapman. Shu qo'limdan kelgan xohlagan joyiga bor degan boshliqning ismi kim edi? Bo'ron Mingbayev Xurramovich. Kim? Bo'ron Mingbayev Xurramovich. Bo'ron Mingbayev Xurramovich. Agar osmon qo'limdan ushlab turib tashlab yuborgan og'ayni, nima uchun bir hech kimi yo'q bir bechorani nima ishdan qo'yib yuboribdan qo'lida hech narsa kelmaydi deyapsan? Nima davlat egasizmi? Surxondaryo egasizmi? Ulug'bek Qosimov qolgan narsa yetmaydimi? Bu janob Baxtiyor Xudoybergenov nima uchun bir bechorani ishdan qo'yib yuborib, holdan xabar olmasdan xohlagan joylarga bor deyapsizlar? Nima Surxondaryoda davlat Bo'ron Mingbayev ko'zingni ochgin og'ayni. Ertaroq mana bozorga opamizni chaqirib ishga olgin. Bu hali ham bizni katta mansab so'ramayapti. Bu bechora bir qora ishchi bo'ladigan bo'lsa, hech kim bo'lmasa, nima uchun bu opamizni sarson sargardon qilib 2 oydan beri ko'chada tashlab qo'ygansizlar? Sho'rchi tuman hokimi, nima uchun Sho'rchi tuman hokimiga bordingizmi? Bordim. Sho'rchi hokimiga ham bordim, adliyaga ham bordim, mehnat birjaga ham bordim. Hech qanday natija yo'q. Men dedi qarasam qarovulga o'tmadim dedim. Men aytdim, o'taman, mayli dedim. O'taman dedim, mayli, nima ish o'taman dedim. Lekin dedim, obodonlar ishlayman dedim. Senga joy yo'q dedi. Joy yo'qmi ekan? Ha, joy yo'q ekan. Nima Sho'rchi qarang, kecha prokurorim iltimos qilib so'radi. Prokurorning ham gapini olmadi. O'shunday zo'r odamni bilmadim. Bo'ronmi? Ha. Prokurorning Sho'rchi tuman prokurorining gapini ham olmadimi? Ha, prokuror iltimos qildi. Shu senga yordam qil dedi. Rahmat, Sho'rchi tuman prokurori, men kelgusida haftadir 10 kundir boraman. Sho'rchi tuman prokurori, yurtboshimizning ishongan prokuror ekansiz. Nig'matilla To'lqinovning ishongan prokuror ekansiz. Shu bechora opamizni ko'rib, bu Bo'ronga iltimos qilibsiz. Nima uchun Bo'ronga iltimos qilasiz? Qonun bor-ku. Sho'rchi tuman prokurori, birinchidan rahmat sizga. Ikkinchidan Bo'ronvoy, osmonda yurgan bo'lsang, oyog'idan tortib tushirib qo'yamiz og'ayni. Bu opamizni nima uchun sarson sargardon qilyapsan? Nima uchun ish bermayapsan? Ishdan aldab ishdan bo'shatib yuborgansan? Nima Sho'rchi tumanida qonun yo'qmi? Butun Surxondaryoda qonun yo'qligi, butun Ulug'bek bu Qosimov boshchiligida barcha mansabdor birga ish qilayotgan biz ko'rib bilib o'tiribmiz. Sho'rchida ham qonun yo'qmi shunchalik? Mana Sho'rchi tuman yangi hokimi qarang, mehnat birjani ham aytdim. Mehnat birjada bir opa bor ekan. Keyin ana Muqurman aka bor ekan. Hech qaysi tinglamadi. Adliyaga ham mehnatdan yurdim. Hech qaysi tinglamadi meni. Nega buni hech kim tinglamaysizlar? Nima Sho'rchida qonun yo'qmi? Qonun ustuvor emasmi?
Ulug'bek Qosim siz qayoqqa qarayapsiz? Butun Surxondaryoliklar butun sizdan butun norozi bo'lyapti. Bitta bir bechora opamizga shunchalik bitta bir ish topib berish qiyinmi obodonlashtirishda? Yaxshiyam bu obodondan ish so'rayapti-kan. Bir katta lavozim so'ramayapti. Hech kimim yo'q deyapti, farzandim yo'q deyapti, turmush o'rtog'im yo'q deyapti, qarindosh urug'larim yo'q deyapti. Men bitta o'zim qayoqqa boray deb yig'lab bizga ijtimoiy tarmoqlar murojaat qilyapti. Nima uchun Sho'rchi tuman qonun ustuvorligi qaramayapti? Sho'rchi tuman prokurori shaxsan sizdan iltimos qilaman, bu Bo'ron deyish mansabdorning butun faoliyatini tekshiring. Butun respublika byudjetidan tuman byudjetiga ajratilgan qurilishlar, yo'llar, obodonchilik uchun barcha mablag'lar taftishdan o'tkazing. O'zing javobgarlikka torting, talon-torojlar aniqlab, reviziya tashlab, bo'yniga katta milliardlar bo'yniga ilib qamoqqa tiqing deb Bo'ron deyish vallomatni. Kim o Bo'ron deyish vallomat? Qo'lini ishlasa kelmaydi deganimiz. Har qanday blogeringda pulman yapaman deyish mumkin. Bo'ron qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Ishga olasan kerak bo'lsa oldiramiz seni. Sen Surxondaryoning Sho'rchining hokimi emassan. Sho'rchi tuman prokurori. Kuchi qo'lingizdan kelmaydigan bo'lsa viloyat prokuraturasidan yordam so'rang. Reviziya etasang, taftish tashlang. Xudoyberganov, Baxtiyor, nima qo'lingizdan kelmaydimi? Bitta opani, bir beva opani ish bilan ta'minlash qo'lingizdan kelmaydimi? Nima uchun butun u opamiz blogerlarni izlab pul ko'tarib, ilinga yig'lab siqtab yuribdi? Shu narsalarni hokimning ma'oni keldi, ismini bilmayman. Hokimning ma'oni ekan. Jurnalist keldidan sen dedi, ana dedi nima boshqa qorovulga o'tasan dedi. Mening bolam bo'lmasa, boshqam bo'lmasa kechasi qaytib qorovul. Men aytdim, yo'q dedim. Sen ismini dalolatnoma yozdi-yu, qo'l qo'ydi, qo'l qo'ymadim. Nima qo'l qo'yaman? Ey, barakat topkur Sho'rchi tuman hokimining o'rinbosari, rahmat sizga bir qismiga. Bu bog'chada qorovullik bo'yicha ish taklif qilsiz. Haqiqat opa to'g'ri aytayapti. Bu kechasi bilan uydan bezib qanday turish mumkin? Erkak kishi bugun ham boshqa gap tursa bo'lar edi. O'sha obodondagi bironta erkakni shu bog'cha qorovullik o'tkazib, o'shaning o'rniga opani, bozorga opani ishga olsalaring bo'lmaydimi? Nahot shunga ham katta kalla kerak, katta aql kerak ekan. Qachon bu Surxondaryoda qonun bo'ladi, qoida bo'ladi, yurtboshchilik islohotlari amalga oshadi Ulug'bek Qosimov. Nima uchun bu Surxondaryo xalq butun hammani Toshkent bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab blogerlar ishlab izlab yurar ekan. Blogerlarga pul beraman deb bechora qiynalar ekan. Agar Ulug'bek Qosimov, Sho'rchi tuman hokimi Xudoybergan Baxtiyor, agar sizlar qonun doirasida ishlasalaring, yurtboshimiz Shavkat Miromonovich islohotlarini joylarda amalga oshirsalaring, paraxo'rlik, mansabdorlik o'rtasidagi bu bir-biridan besh ketishlar, katta ketishlar bo'lmaydigan bo'lsa, hech kim Surxondaryodan turib Toshkentga, poytaxtga, boshqa joyga ketib bloger izlab yurmaydilar. Shuning uchun Ulug'bek Qosimov mana Sho'rchi tuman obodonlash boshqarmasi boshlig'i Bo'roningizga qonuniy chora ko'ring. Surxondaryo viloyat prokurori, kuchingiz yetarmikan ko'ring. Mana Sho'rchi tuman prokurori sizga ming rahmat. Obodonlashtirishda respublika byudjetidan tuman byudjetiga ajratilgan barcha mablag'larni ko'taring, reviziya qiling, obmer qilingan bajarilishlarni hammasini qo'shimcha Garozni bo'lsam, ikkita uyi bor, birovning nomida, mashina bor, birovlarning nomida. Bo'ronding, mana eshityapsiz, ikkita uyi bor ekan, bir qancha mashinalar ekan, bir qancha mashinalar kim qayerdan oldi? Buncha qimmat mashinalarmi, arzon mashinalar, qanaqa mashinalar? Bittasi Kia mashin, bittasi shu hammani beradigan. Mana Ulug'bek Qosimov Kia mashin kamida 500 million so'm turadi. Bir nechta mashinasi bor ekan. Buncha pulni bu Bo'ron qayerdan oldi? Davlat byudjetini talon-taroj qilgan oqibatni olgan bo'lishi mumkinligi aniq bo'lib turibdi. Mana ko'ring o'zingiz. Surxondaryo viloyat prokurori, Sho'rchi tuman prokurori. Butun Surxondaryoni butun dunyoga sharmanda qilmang. Bo'ron Surxondaryo ushlab turgan joyi yo'q. Sho'rchiga o'tkazib qo'ygan joyi yo'q. Qonunga, Shavkat Miromonovich islohotiga Bo'ronning o'tkazib qo'ygan joyi yo'q. Shaxsan sizlardan zudlik bilan Sho'rchi tuman obodonlash boshqarmasiga taftish tayinlab, Bo'ronni egallab turgan lavozimini ozod qilib, unga byudjetga yetkazgan barcha talon-torojlarni aniqlab, mana shu bozorga singlimizni ishga o'z joyiga tiklab qo'yishlaringizni qonuniy yordam so'rayman. Shundagina siz Prezident Shavkat Miromonovich odoz islohotlariga labbay deb javob berib, bir opaning boshini silagan bo'lasiz. Ulug'bek Qosimov, men yaqin kunlarda sizlar oldingizga boraman. Sho'rchi tuman hokimi. Men o'sha yoqdan turib efir qilaman. Shunda ko'rishamiz. O'sha paytgacha bozorga opamiz ishga tayinlamas ekansiz,
Shavkat Miromonovichni olib bir islohotlar Surxondaryoda oyoq osti bo'layapti ekan deya e'tirof etishga majbur bo'laman. Ko'rishguncha sog'omon bo'linglar Surxondaryo viloyati hokimi va Surxondaryo viloyat prokurori, Surxondaryo Sho'rchi tuman hokimi va Sho'rchi tuman prokurorlari sog'omon bo'linglar. Yaqin kunda sizlar bilan ko'rishamiz.